Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin hatimil enbiya'i vel mursalin. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem cemaatil müslimin, bugün Seyyidil Eyyam Cuma günü. Halkımızın bugünlük gündəgi özlərini, vaxtlarını, hamma yerdəgi əhli müminlər Cuma namazını mükəmməl ada etişlik niyyətində yaxşı məsələ məsaillər özünü dini zərurəti lazım bo'lgan məsələ zərurətlərində o'rganaman deb har bir masjidlarda mauiza eshitishlik uchun Cuma namozidan 1 soatlar, 2 soatlar oldindan kelib mashina xonaqalarida o'tirib tasbih zikrlarga mashg'ul bo'lib turgan. Ya'ni barcha jamoatimizni Alloh subhanahu va taolo xarajat qilgan vaqtlarini hammasini ibodat qatorida Alloh o'zi hisob aylasin. Chunki payg'ambarimiz ham bir umrlarida bir namozda kech qolib chiqqanda xifton namoziga ancha odamlar ko'p kutib tanglashib o'tirgan vaqtlarida Rasululloh chiqib ularning ahvolini ko'rib, ularning ko'ngillarini xursand qilishlik uchun aytdilar: "Va antum fi salat man tasartumus salat." Odamlar, sizlar namoz o'qiganda hisobida o'tiribsizlar. Man tasartumus salata, modamki namozni kutib o'tiribsizlarmi? Namozda o'tiribsizlar. O'tirganlaringdan malollanmanglar. Shuning uchun bu yerda ham alhamdulillah bizni shaxsan bizning masjidimizda ko'p ahli tavfiq yoshlarimiz, qariyalarimiz Xudo umrlarini ziyoda qilsin. Masjidimizda qariyb misol uchun soat 9:30, 10lardan boshlab xonaqalarimiz to'lib, shu namoziga intizorlik bilan, zikr, tasbihlar bilan, ya'ni masala masoillar eshitamiz deb o'tirishadilar. Alloh subhanahu va taolo bu birodarlarimizni, katta kichiklarimiz, ulug'larimizni bu kunga qilgan ibodatlarini Alloh taolo o'zi har bir soatlarini ibodati maqbuliyatlardan qilsin. Biz xalqimizga eng zarur o'qiladigan, doim xalqimiz o'rtasidagi mo'tabar bo'lgan, ya'ni sura Yosinni bir qator toqatimiz yetganiga qarab xalqimizga shu o'zimizni o'zbek tilida bir tafsir qilib eshittirib qo'yishlik shuni lozim deb bildik. O'sha mavizamizning nimasi, ya'ni kechagi juma kunida 51-oyatga misol uchun kelgan ekanmiz. Endi o'sha oyatni misol uchun oyatidan mana boshlayapmiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الله سبحانه وتعالى ushbu oyati karimada qiyomat ahvolatlaridan bizga shunday deb
marhamat qilib xabar beryaptiki, Makka mushriklari o'lgan odamlarniki qabristonga kirib, chirib, badanining bir qismi yer bo'lagiga qo'shilib ketgan bo'lsa, suyaklari chirib, maydalari yo'q bo'lib, kattalari bir-biridan ajrab qolib ketgan odamlarni qanday qilib tiriltiradi deb bular Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oxirat qiyomat ahvolatidan bergan xabarlarga bular inkor qildilar. Ya'ni ishonmadilar. Bu yolg'on gap. Hatto ba'zi mushriklar etagiga bir qancha chirib ketgan suyaklarni yig'ib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga to'kib qo'ydi. Mana qaragin, shu suyakni mana qaytdan misolchun Xudo buni qaytadan tiklab, yana o'zini go'shini qayerdan topib o'ziga kiydiradi. Bu qanaqa bo'lib yana Alloh taoloning oldida hisob kitob beradi. Ana degan e'tirozotlarni Rasulullohga yetkazdilar. Va Rasulullohning istihzo qilishib shu gaplarni gapirdiki, va yaquluna mata hadal va'du, bu qachon bo'ladi bu? Ya'ni misol sizlar aytgan o'sha va'd, Xudoy taolo misol uchun odamlarni hammasini qaytadan tiriltiradi, Allohning huzuriga jam bo'ladi, dunyodagi qilgan yaxshilik, yomonlik ishining to'g'risida Alloh taoloning oldida hisob kitob beradi. Yaxshi amallar qilgan odamlar qiyomatda yaxshi mukofotga ega bo'ladi. Yomon ishlar bilan umrini o'tkazgan odamlar yomonligiga yarasha yomonlik jazosini oladi deb qo'rqitadigan o'sha misojin va ahvol xabarlaring u qachon bo'ladi? Ana deb so'rashdi. Allazi tu'idunana bihi. Sizlar shunday xabarlariki, sizlar bizni qo'rqityapsizlar o'sha narsa bilan. U Allohning azobidan iborat edi va qiyomat dahshatidan iborat edi. Va odamlarning bir qismlari jannatga boradilar va bir qismlari do'zaxga boradilar degan gaplar va'da qilinyapti. U qachon bo'ladi o'zi? Ana deb so'rashdi. In kuntum sodiqina, ey mu'minlar, agar sizlar rostgo'y bo'lsalaring, shu gaplaringda rostgo'y bo'lsalaring, fima taqulunahu va ta'idunana bihi, on bir ishlarni gapiryapsizlarki, uni o'sha ishni bizga aytyapsizlar va bizga va'id qilib qo'rqitmoqchi bo'lyapsizlar o'sha narsa bilan. Qalu zalika istihzo'un minhum. Aytdilar mushriklar bu gapni azro'y misochin istihzo o'zlarini taraflaridan masxara tariqasida musulmonlarga bu gapni aytdilar. Va sehriyatan bil mu'minina, mu'minlarni e'tiqodotdagi bo'lgan fikr va mulohazalarini masxara qilishlik uchun aytishdi. Sizlar shunaqa bir aqli past odamsizlarki, ey mu'minlar, shu bo'lishligi mumkin bo'lmagan narsalarni ham mana shunaqa bo'ladi deb aytasizlar deb masxara qilishdi. Alloh subhanahu va taolo va ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan. Bularni bu gaplariga Alloh taolo javob oyati yubardiki, bular ko'p kutmaydilar. Qiyomat kuniga bular ko'p kutmaydilar. Illa sayhatan wahidatan, magaramiki bir ovozni bo'lishligini kutadilar xolos. Va hiya nafhatu asrafil fi suri. Bu narsa Hazrati Asrafil degan farishtani hamma dunyodagi mahluqotlarni hammasini barobar o'ldirishlik uchun tayinlangan farishta. Alloh taolo o'sha qachon yer yuzidagi odamlarni hammasini yo'q qilish kerak vaqti bo'lsa, Asrafil alayhisalom bir marta surnayiga tuf urib chaqiradi, chaladi. Shunda yer yuzidagi bor narsa yo'qoladi. Yana bir marta misol uchun qachon Xudo tayin qilgan bo'lsa, kitoblarda aytilgan 40 yil o'tgandan keyin ikkinchi surnayini chaladi. O'shanda barcha yer yuzining tagiga kirgan insonlar hammasi o'zining yotgan joyidan tirilib chiqadilar.
ta'khuzuhum va hum yahissimun. O'sha Hazrati Asrofil alayhissalom surnayni chalgan vaqtida kimlar bozorda savdo sotiq qilib turgan joyida o'ladilar. Kimlar bola chaqasi bilan xursandchilik qilib o'tirgan vaqtida o'ladi. Kimlar misol uchun boshqa bir kasb qilib turganda o'ladi. Kimlar musofirchilikda o'ladi. O'sha misol uchun hukm kelganda kim nima bilan mashg'ul bo'lib turgan bo'lsa, o'sha holatida o'ladi. Va hum yahissimuna, ular bozordagi misol uchun savdogarlar bo'lsa, bir-birlari bilan tanga tiyindi tepasida janjallashib, barbaraka qilib turgan holatda o'ladilar. Fima baynahum fil bay'i va shiro, sotishlik, olishlik to'g'risida unisi misol uchun unisini aldab, misol uchun sotib olishlik uchun urinib turgan bo'lsa, bunisi unisiga gapirib arzonroq qilib olib olaman degan misol uchun gaplarni gapirib turgan vaqtida va nahyu min umuri dunyo, inchinin shunga o'xshagan dunyo ishlariga avora bo'lib turgan vaqtida, ya'ni Alloh taolaning ana shu aytgan hukmi to'satdan keladi. Fala yastati'una tawsiyatan, bu odamlar o'sha holatda o'ladiki, la yastati'u ba'zuhum an yusiya ila ba'zin, bu odamlar bir-birlariga vasiyat qilishlik uchun vaqt topolmaydilar. Bozordagi odam uyiga borib xotin bola chaqasiga aytib vasiyat qilishlikka qo'li tegmaydi. Chunki bu misol uchun bir ovoz bu imkoniyat bermaydiki, bu misol uchun bir chala ishni bitirib olishlik uchun imkoniyat bermaydi. An yusiya ila ba'zin bima lahu va ma alayhi, hattoki o'zini foydasiga bo'ladigan narsani palonchida meni molim bor ham deya olmaydi. Va ma alayhi, va o'zining tepasidagi o'ziga ziyon keltiradigan ishni ham ayta olmaydi. أو لا يستطيع أن يوصيه بالتوبة والإقلاع عن المعاصي. وأنا ular misol uchun vasiyat qilishlikka vaqtlar yetmaydi. Bir-birlarini misol uchun tavba qilgin, Xudoning ajali kelib qo'nyapti, tavba qilgin deb bir-biriga tavba qilishlikka ham ulgurmaydilar. Val iqlo' anil maasi, gunohni ishini tepasida o'tirgan odamlar, aroqxo'rlar aroq ichgan holatidan doim og'zimni yuvib, mana najosatdan tozalanib olay deyishga qo'li tegmaydi. Yo'inki zino ishiga mubtalo bo'lgan odam zino ishimni bitkizib olay deyishga qo'li tegmaydi. Bal yamutuna fi aswaqihim, odamlar hatto bozorda yumalab yotgan toshday o'sha bozorda o'ladilar. Va mawazi'ahum, o'zlar qayerda turgan bo'lsa o'sha yerda o'ladilar. Va la ila ahlihim yarji'un, bular bozorda musofirchilikda ko'chaga chiqqan odamlar, bular o'zlarining uyiga qaytib borib olishga vaqt topolmaydilar. Imkoniyat berilmaydi bularga. ولا إلى أهلهم يرجعون أي إلى منازلهم التي o'sha uylariki matu, ular o'lishganida xorijina anha, o'sha misol uchun uylaridan qatma-qat qurgan, o'sha misol uchun toshu g'ish, seminu armatura bunday bilan qurgan uylarga tezroq yuborsam, shu o'limdan meni saqlab qoladimi degan imkoniyat, orzuga yetolmaydi. Ahrajal Buxoriy va Imom Buxoriy ushbu to'g'risida bir hadis rivoyat qilibdilar ekan. Imom Muslim ham va bu ikkovlaridan boshqa muhaddislar ham shu oyat mazmuniga muvofiq Rasulullohdan hadis bayon qildi ekan. Bular Abi Hurayradan. Abi Hurayra aytadilarki, qola Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: La taqumunna soatu, albatta qoyim bo'ladi qiyomat. Vaqat nasharar rajulani sawbahuma,
albatta misol uchun ikkita odam o'zlarining misol uchun ustuvoshlarini yoyib turgan bo'ladiki, fala yataboyanihi, haligi ustuvoshda turgan odam hardorga ustuvoshdimdek yoyib, mana bu orqasi, mana bu ichi, bu astari, mana ko'ring, biron yerda misol uchun nuqson aybi yo'q deb yozib turadi. Hardon shuni olmoqchi bo'lib termilib turadi-yu, sovdan bitmay ko'sa ham o'lib qoladi. Vala yatubanihi, ular misol uchun o'sha ustuvoshini oladigan odam olib yig'ishtirib qo'ltig'iga qisolmaydi, yoki o'sha molni sotmoqchi bo'lgan odam matosini unga bermasdan o'zini yig'ishtirib olishiga vaqti bo'lmaydi. La taqumanna soatu, albatta qiyomat qoyim bo'ladi. Va huwa yalitu havzuhu fala yasqi fihi. Birov chanqaganidan quduqni yonboshiga borib, o'sha quduqdan suv ichishlik uchun paqir tashlab o'shandan suv tortib ichaman deydi, lekin ana shu vaqtida shu suvni olib o'zini chanqab yotgan og'ziga yetkazishga imkoniyat bo'lmaydi. Va la taqumanna soatu, albatta Xudoga qasamyod qilib aytamanki, qiyomat qoyim bo'ladi. Faqat insarafar rajulu bilabanin lahiqathu fala yut'imuhu. Birov idishini olib borib, sovdi tuyasini misol uchun sovib idishga sovgan, shuni olib kelib dasturxonni tepasiga qo'yib hozir ichaman deb harakat qilaytiradi. Fala yut'imuhum, lekin o'shani og'ziga olib kelib yutolmaydi. La taqumanna soatu, ey ummatlarim, qiyomat ishoning albatta bo'ladi. Shunday bo'ladiki, vaqat rafa'a aklatahu ila fihi, bir odam tovoqdan qo'liga oshni olib og'ziga olib kirgan vaqtida bo'ladiki, shu oshni olib kelib og'ziga solib yutolmay qoladi. Va nufiqa fis-suri, o'sha vaqtida Asrofil alayhissalatu vassalam tarafidan surnay uriladi. Va hiya nafhatul lati, bu sundayda urilishligi shunday misol uchun chalinmoqligiki, allati yub'asuna biha min quburihim. Bu ikkinchi misol uchun surnay bo'lib, bu avvalgi surnayda yer yuzidagi odam ana dunyoviy ishi hammasi chala-chalasicha o'lib qoladigan bo'lsa, shundan endi qancha yil o'tgandan keyin ikkinchi marta surnay cholinadi. Ba'zi ulamolarimiz shuni 40 yildan keyin degan. 40 yildan keyin shu cholinadi. Ba'zilar ko'p miqdor o'tgandan keyin cholinadi degan. Ikkinchi nima cholinadi? Odamlar hammasi tiriladilar o'sha surnayning ovozi bilan, min quburihim, o'zlarining qabrlaridan tirilib chiqadilar. Fa izahum minal ajdasi, nogahoni ular o'zlarining qabrlaridan chiqqan bo'ladi. Ila robbihim yansilun, bular chiqib juda ishi shashilish, boradigan joyidan xuddi kech qolsa bir narsa bo'lay turganday, Parvardigorning hisob kitob beriladigan, odamlarni avvalin oxirin odamlarni to'planadigan joyiga bular shoshilgan holatida chiqadilar qabrlardan. Yansilun degani ay yasrauna, shoshiladilar. Xudoning aytgan amriga, to'planadigan joyiga borilishga shoshiladilar. Chunki bu vaqt Xudo taoloning misol uchun amriga hamma narsa itoat qiladi.
ve nufiha fis-suri fe izahum minel ecdasi men ba'athana min marqadina. Ular zannu li ihtilati ukulihim bima şahadu minel havli. Qabrlaridan chiqib dovdirab o'sha aytgan yerga borishlik uchun intiladilar, lekin qiyomatning dahshatidan aqllarini yo'qotib qo'yadilar. Aqllarim so'chin mana yorug' dunyoda biz eshityapmiz, mana hozir shu bo'ladigan ahvolda. Biz shunga iymonimiz bormi? O'sha kun bo'lganda shu gaplarimiz esimizdan chiqib qoladi. Sarosimaga uchrab qolamiz. O'shanda o'liklar aytadi: "Man ba'asana min marqadina." Bizim so'chin go'rimizdan bizni kim qaytadan tiriltirdi? Ana deb hayron bo'lishadi. Zannu gumon qiladilarki, li ihtilati uqulihim, aqllarini yo'qotib qo'yganliklari uchun bima shahadu, ko'rgan narsalarining dahshatidan aqlini yo'qotib qo'yadi. Minal havli, u qo'rqinchdan, va ma dakhalahum minal fazai, ularga kirgan ziyoda xavf va xatar, dahshatdan o'zlarini yo'qotib qo'yadilar. Annahum kanu niyaman, go'yoki bular uxlab yotadiyu, tinchgina uxlab yotgan odamni bir dahshat bilan birov uyg'otsa, shuni hisob kitobini yo'qotib qo'yadi. Nima qilib turadimi, bu nima bo'ldi-yu, ana deb o'zini nimasini yo'qotib qo'yadi. Xuddi ana o'sha odamga o'xshagan, kim uyg'otdi meni deganga o'xshagan, bu bizni go'rimizdan kim bizni tiriltirdi? Ana deb savol qilishadi. O'shanda aytilinadi ularga: "Haza ma va'adar rahman va sadaqal mursalun." Bu narsa o'shanday narsaki, Xudo buni va'da qilgan edi. Sizlarga hayot berdim, yashadilaring, qaytadan misojin o'lasizlar, qiyomat bo'lganda sizlarni qaytadan tiriltiraman, dunyodagi qilgan ishlaring uchun hisob kitob berasizlar Alloh taoloning oldida. O'sha Alloh taoloning oldiga borilganda Alloh taolo boshqa oyati karimada xabar bergan: "Va amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya." O'sha adolat tarozisiga odamlarni savob gunohini Xudoy taolo solib tortadi. Alloh taolo kimni qancha gunoh qilganini Xudo o'lchovini bilmaydiganligidan tortmaydi. Gunohkorni bo'yniga qo'yishlik uchun tortadi. Shu gunohkor odam o'zi ko'zi bilan ko'radi. Mana bu qilgan misol uchun savoblik uchun, mana bu qilgan gunoh uchun, mana taroziga ikkosini solamiz. Ana ikkosini ko'rgandan keyin endi u odam tonmaydi endi. Nimaga? Dunyodagi qilgan ishini o'zi, ya'ni kitobi Namoyi a'moliga yozib berilgan. O'sha amallar hammasi o'sha yerga qo'shilyapti. Ya gunohsi gunoh pallaga, savobi savob pallaga qo'shilyapti. Va amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Va amma man saqulat mawazinuhu, kimda savob tarozisini pallasi og'ir kelsa, fa huwa fi 'ishatir radiya. U odam, bu odamni min kulli vajh rozi qiladigan rohat jannat maydonida bo'ladi. Shunaqangi berilgan in'om ehson ahli jannatni shu xilda xursand qiladiki, la yabg'una anha hivala. Shu jannatni o'tirgan joying senga ozlik qilsa, ko'ningni to'ldirilsa, qo'lto'rlan to'ldira olmagan bo'lsa, shu joydan yaxshiroq joyingda almashtirib beraylikmi deb farishtalar kelsa, la yabg'una anha hivala. Mana shu joyda o'rniga boshqa joy so'ramaydi. Kamol rozi bo'lgandan-da. Yo'q, shuni o'zi bo'ladi deydi. Va amma man khaffat mawazinuhu, har kimda savob tarozisi yengil kelib qolgidek bo'lsa, fa ummuhu hawiya,
buni boradirgan joyi jannatga bormaydi. Buni quchog'ini sog'ingan ona bolasini uzoq yerdan safardan kelsa, o'sha bolasini qanday ko'ksiga olib quchoqlab mehribonlik bilan kutib oladi. Bu gunohkorlarni ham ashunaqangi sog'inib muhabbat bilan kutib oladigan joyi bor. O'sha yerga boradi. O'sha yerda haviya deydi. Va ma adraka ma hiya. Bilasmi ay gapni eshituvchi odam? O'sha haviya nima? Narun hamiya. U o'sha do'zaxniki Alloh taolo yaratganda o'tini tutashtirib qo'ygan o'sha misol o't o'sha odam egasi borguncha yonib turibdi. Ana uni boradirgan joyi o'sha yer bo'ladi. Bu odamlar nima bunaqangi odamlar sarosima shunaqangi deb bir-biridan savol qilsa, farishtalar aytadiki, mana shu kun shunday kuniki, va'adar rahmanu, Xudo va'da qilgan edi sizlarga. Va sadaqal mursalun, payg'ambarlar shu ishni sizlarga rost xabarni yetkazgan edi. Irji'u ila anfusikum fatarifu. Ana Alloh taolo nima qilib aytadi? Ya'ni raja'u ila anfusihim, shu gaplarni eshitgandan keyin odamlar endi xushi o'ziga keladi. Yorug' dunyoda aytilingan oyatlar, payg'ambar alayhisalomlarning hadislari, fiqh kitoblaridagi, e'tiqodiy kitoblardagi eshitgan masalalari esiga tushadi endi. Fatarafu annahum kanu fil mauti. Ular iqror qilishadiki, albatta bular bo'lishgan ekan, o'lim nimasida bo'lgan ekan. Va bu esa endi misol uchun buni qaytadan tiriltiribdi ekan, shuni biladi odamlar ekan. Va aqarru bi sidqir rusuli yawma la yanfa'us tasdiqu. Ular tan oladilar, bo'ynilariga oladilar. Payg'ambarlarni bergan xabarini rostligini ko'rib, ha o'shanda to'g'ri aytgan ekan payg'ambarlar haqiqatan ham deb tan olishadi. Yawma la yanfa'u tasdiqu, ammo o'sha qiyomat kunidagi o'sha tasdiq, ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasulihi degan tasdiq, iymon endi u yerda foyda bermaydi endi. Bu tasdiq bu yerda bo'lish kerak edi. O'lmasdan ilgari bo'lish kerak edi. Endi u yerdagi bo'lgan tasdiq endi manfaat bermaydi bu odamga. Ya'ni buni iymonini Alloh iymon deb qabul qilmaydi endi. İn kanat illa sayhatan vahida. Bu misol uchun ish uchun Alloh taolo tarafidan katta bir mehnat, zahmat, har bir o'likni misol uchun go'rini qaytadan kovlab uni chiqarish kerak bo'lmaydi. Alloh taologa bunaqa dushvorlik zo'r kelmaydi. İn kanat illa sayhatan vahida. Bu hech bir narsa bilan bo'lmaydi, magaram bir marta ovoz qilishlik bilan bo'ladi. Sohaha asrofilu, o'sha ovozni, o'sha soyhani Asrofil alayhissalom chaladi. Binafhatin fissuri, o'zini surnayida, ya'ni shu ovozni chiqaradi. Faizahum jami'ul ladayna muhdarun. Nogahoniy odamlarning hammasi, jami'un hammalari ladayna bizning oldimizda hozir bo'ladilar. Bizi hukmimizga muntazir bo'ladilar. Bularning qilgan savoblik ishiga savob, gunoh ishiga gunoh berishligimizga, ya'ni hisob kitobning natijasiga muntazir bo'ladilar. Ay faizahum majmu'una ladayna bi sur'atin lil hisabi val iqabi. Albatta ular
jam bo'ladilar bizning oldimizda tezlik bilan hisob berishlik uchun val iqobi va Alloh taoloning iqobini ya'ni ajlidan jam bo'ladilar. İnna ashabal cennetil yevma fi şug'lin. Şu dahshatlik, shunday qattiq kunda ahli jannatlar yorug' dunyoda jannatga munosib mehnat qilgan, Parvardigoriga misol uchun itoat qilgan, Xudoning rasulini barcha olib kelgan xabarini tasdiq qilgan, o'shanga muvofiq dunyoda Xudoga bandachilik qilgan, xullasiga Xudoning va'dasiga ishongan holatida o'z ishlarini Xudoni rozi qiladigan ish tutib borgan odamlar bular, ya'ni albatta bular jannat ahllari deb hisoblanadi. Ahli jannatlar o'sha kunda fi shug'lin, ular o'z rohatlari bilan o'zlarining misol uchun xushnudlik ko'ngillarini choq qiladigan ishlari bilan mashg'ul bo'ladilar. Ey bimahum fihi minal lazzati, ya'ni on bir narsa bilan mashg'ul bo'ladilarki, ular mana shu lazzatda ya'ni ovora edilar. Mimma la aynun ra'at, o'sha lazzatli maqomlarda yorug' dunyoda hech kimni ko'zi ko'rmagan, vala o'zining samiat, hech kimni qulog'i ham bu yaxshi xabarlarni misol uchun eshitmagan. Vala xatara ala qalbi basharin, biron insonning qalbiga o'yi ham o'tmagan. İştagalu bizalika anil ihtimami bi amril kuffari, ular o'z rohatlari bilan band bo'ladilar. Kofirlarning bu yerdagi dahshatlik ahvollaridan ular beparvo bo'ladilar. Bu xavf va xatar bu albatta kofirlar uchun. Ahli jannatlar albatta ahli jannat bo'lgandan keyin ular o'zlarini, ya'ni Xudo bergan o'sha nozi ne'mat nimalarini ya'ni foydalanishlik, lazzatlanishlik bilan ovora bo'ladilar. Va masayruhum ilan nari, albatta bu kofirlarning ya'ni boradirgan joylari ya'ni do'zaxdir. Tafsirlarimizda tafsiri Madarik, tafsiri Ibn Kasir va boshqa tafsirlarda mana shu fi shug'lin degan gapni kengaytirgan holatida ya'ni keltirganki, Alloh taolo ahli jannatlarni jannatga kiritganda ularning misol uchun eng ya'ni misol uchun chiroyli qaddi qomati voyaga yetgan vaqtdagi holat bilan tiriladi. Ular bilan qo'shiladigan jufti halollari ha shu dunyodagi misol uchun o'zini ayoli bo'ladimi yo yangitdan ahli jannatlar tarafidan beriladigan ayol bo'ladimi, u ham shuni sinni soliga barobar bo'ladi. Husn kamolatlari ya'ni shunaqangi misol uchun bir-birini xursand qiladiki, shu ayol shu erdan boshqa erni hayoliga keltirmaydigan darajada shunga erdan u halovat misol uchun nimasini qarashlik bilan, hazlashlik, kulish bilan nima ish bo'lsa, mana shunaqangi rohatga u ham yetishadi. Erkaklar ham o'shanaqangi ayollardan shunaqangi misol uchun rohatga yetishadiki, shu ayolning gapidan, turmush ishidan, hammasidan ya'ni rozi bo'ladigan. Bundan oldin bunaqangi narsa ko'rmaganday, bundan oldin bunaqangi ishni endi bir marta qilayotganday, ya'ni misol uchun shu nima bilan o'zlari ovora bo'ladi. Ya'ni bu degan gaplardan kinoya qilib gapiradiki, bakoratlik yigit bakoratlik misol uchun ayol bilan
uylanay turgan ayoli bilan birinchi bakorat holatini zoil qilishlik holatida qanaqangi ahvolatda u misol uchun nima bo'lsa, bular hammasi ana shunday lazzatda bo'ladi. ومصيرهم إلى النار وإن كانوا من قرابتهم agar chandiki ular o'zlarining misol uchun qavmi qarindoshlari o'sha kufrda azob maydonida misol uchun kuyay turgan bo'lsa ham ahli jannatlar endi o'zining rohati bilan o'zlari band bo'ladi. Ularning qattiqligidan bular jannatda alam ko'rmaydi, tashvish tortmaydi. Agar chandiki o'sha azob ko'rayotgan odam bularning yaqin qarindoshlari bo'lsa, fakihuna ay mutana'imuna ahli jannatlar Allohning bergan ne'matlari bilan ya'ni bahramon bo'ladilar. Hum va azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. O'sha ahli jannat erkaklar va ularning jufti halollari, jannatdagi berilgan jufti halollari fi zilalin, ular bir soyada bo'ladilar. Alal aroiki, ya'ni ular misol uchun tepalari misol uchun soya qilingan va yangi kelin kuyovlarni birovdan nazari tushmasin deb oldidan misol uchun chimildiqqa o'xshagan qimmatbaho mato bilan to'sib qo'yilgan o'xshagan shu holat maydon shunaqa orashda berilgan bo'ladi. Al-murad as-suturu, bu alal araiki muttaqiun deganda ya'ni bular misol uchun ya'ni sutur satralariki pardalariki allati shunday pardalariki tazilluhum, bularni misol uchun soyasini solar edi. Kal xiyomi, o'zimizdagi misol uchun haymaga o'xshagan. Val hijali, ya'ni kelin kuyovlarni oldiga boshqalarning ko'zi tushmasligi uchun to'sib qo'yilgan, ya'ni pardaga o'xshagan. Val araik al asirratullati fil hijali, endi misol uchun o'sha so'rilar taxtlariki bular misol uchun o'sha kelinlarni oldidan to'sib turgan chimildiq pardasini ya'ni misol uchun ichidagi joylashtirilgan, bular uchun tayyorlangan joy murod. Lahum fiha fakihatun, ahli jannatlar uchun jannatda xilma-xil mevalar bo'ladi. Min kulli naw'in, har xil navdagi mevalar bo'ladi. Min anva'il fawakihi, yorug' dunyoda qanaqangi jinsi meva bo'lsa o'sha yerda misol uchun bo'ladi. Va lahum ma yad'un, bo'ladi ular uchun on bir narsaki ular misol uchun o'sha narsani ko'ngillari misol uchun so'rasa, tilasa o'sha narsa meva o'z nimasida keladi. Agar shuni ko'ni o'tirgan vaqtida kusab qolsa, o'sha meva o'tirgan holatida uzib yedirgan holatida o'zi hozir bo'ladi. Shu ko'ni yotgan vaqtida ko'ni kusab qolgan bo'lsa, o'sha yotgan yerda olib yedirgan holatida shu meva misol uchun o'sha nimada joriy bo'ladi. Agar mana shu ariqlardagi bo'lgan sharoblarni qaysi birini misol uchun ya'ni qayerdan oqizdiraman desa, o'sha suvlarni o'sha jannatning devorini xolagan joydan ko'niga muvofiq oqizdira oladi. Ay ma yad'uhu ahlul jannati, ahli jannatlar chaqirgan meva o'sha onida keladi. Yatihim va qila al-ma'na, bu oyatning ma'nosini ba'zi ulamolarimiz tomonidan aytilibdiki, man idda'a minhum shay'an fa huwa lahu. Ba'zi nimalarda aytib ekanki, odamlarni jannatga kiritadi. Kiritganda ahli jannatlar o'zini maydonini kengayishligini yorug' dunyoda o'sha yerda yaxshi ko'rganda o'sha yerda ham misol uchun o'sha maydonni keng bo'lishligini
talashini qiladi. O'shanda Alloh taolo mana bu jannatni mana bundan bu yog'i ham meniki desa Alloh taolo olaver deydi. Unga bir husumat qilib uni gapi qaytib nima bo'lmaydi. Nimani meniki desa o'shanga mulk bo'lib qolaveradi. Ma yad'uhu ahlul jannati yatihim va qila al-mana man idda'a minhum shay'an fa huwa lahu. O'sha jannatning matosi maydonidan kim bu meniki deb da'vo qilsa, o'shanga berilaveradi u. Chunki Xudo taolo uni istagiga yarasha nima beraman deb va'da qilgan yorug' dunyoda. Nimani istasa beraveradi. Salamun ay walahum an yusallimallohu alayhim va haza minni ahlal jannati. Alloh subhanahu va taolo tarafidan yoki Alloh taoloning xizmatkor farishtalaring tarafidan ahli jannatlarga salamun, abadiy salomatlik sizlarga bo'lsin endi. Bu yerda yo'qolish yo'q, uqubat yo'q. Bu nozi ne'mati sizlardan tugallanishligi yo'q. Ana haqiqiy salomatlik mana sizlarga bo'lsin. Ey valahum an yusallimallohu, bularga salom beradi Alloh taolo bularga. Va haza aytadiki, mana bu jannat minni, meni tarafimdan ahlal jannati, ahli jannatlarga bu. Endi salomatlik bo'lsin sizlarga bu maydonda deb aytadi. Qawlan min Robbir Rahim. Bu so'z aytilingan bo'ladi bir so'ziki bu min Robbir Rahim. Ya'ni rahmdil mehribon, ya'ni Parvardigorning qavli bo'ladi bu salom. Min jihatihi, Xudo tarafidan aytilinadi. Biqawlin lahum, ya'ni shunday yaqulu aytadi bu gapni Alloh ular uchun. Salomun alaykum. Ya'ni salomatlik bo'lsin sizlarga. Ya ahlal jannati, ey jannatning sazovor yorug' dunyoda ish qilgan bandalarim. Ana deb aytadi. Vaqila al-malaikatu tadkhulu ala ahli jannati. Ba'zi rivoyatda farishtalar kiradilar ahli jannatlarda oldiga, min kulli bobin, qaysi tarafdan iroda qilsa o'sha yerga darvozasi bor. O'shaga kiradi. Yaquluna, aytadilar, salomun alaykum. Sizlarga salomatlik bo'lsin. Ya ahlal jannati, ahli jannat, min Robbir Rahim. Bu salom Xudoy taolo tarafidan sizlarga yetkaziryapmiz deb aytishadi. Alloh subhanahu va taolo o'liklarni qabrlaridan tiriltirib, yaxshi-yu yomon o'sha hisob kitob maydoniga misol uchun borganda, savob tarozisi og'ir kelganlar misol uchun bir yoqqa ajraganda, o'sha hammasi shu nima bo'lib turgan vaqtida endi Alloh taolo o'sha mahshargohdagi odamlarga aytadi: "Vamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Ajranglar ey yorug' dunyoda gunoh bilan o'tgan bandalar, ajranglar yaxshilardan. O'shaning uchun mana bu oyati karimada mana shu yerda maqomida aytganki, fi jannatin yatasaaluna anil mujrimina ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallina va lam nakun nut'imul miskin. Sadaqallohul azim. Ahli jannatlar ko'rdiki, mujrimlar ajradi. Do'zaxga ketayotgan yo'lga bularni ajratildi. O'shanda ahli jannatlar bir-birlaridan savol qilishadiki, ma salakakum fi saqar, sizlarni nima narsa do'zax tarafga yuradigan yo'lga tushyapsizlar? Nima jannatga yuradigan bizlar bilan bu yoqqa yurmayapsizlar? Ana deb ahli jannatlar savol qilishadi. Qalu, o'shanda ahli mujrimlar, do'zaxga sazovor mahkum bo'lgan odamlar aytadiki, lam nakum minal musallin. Biz yorug' dunyoda namoz o'quvchilardan bo'lmagan ekanmiz. Va lam nakun nut'imul miskin. Moli dunyomiz bo'lib, miskinlar yonimizda bo'lgan qo'ni-qo'shnilar, qavmi qarindoshlarda miskinlar bo'lganda molimizning zakotini yoki sadaqai fitrini yoki sadaqai nofila tariqasida shu miskinlarga molimizdan bermagan ekanmiz.
Hatta atanal yaqin, hattoki bizga nogahoniy o'lim hukmi kelib qoldi. Yaxshilik qilishlik uchun vaqtimiz endi bo'lmasdan biz albatta ya'ni do'zax tarafiga shu sababidan haydalyapmiz deb aytyapti. Mana shu oyati karimada namozning qanchalik ulug' ibodat ekanligiga dalolat qiladigan dalil bor. Chunki o'sha do'zaxga mahkum bo'lgan odamlar o'sha yerda shu namoz do'zaxdan odamni saqlar ekan, biz o'sha ishni qila olmay kelgan ekanmiz deyapti. Demak, misol uchun bu namoz degan narsa insonning misol uchun jannatga kirishligiga kifoya qilgudek savob ekan. Buni tark qilishlik do'zaxga mahkum bo'lishlik uchun arzigidek jinoyat ekan. O'shaning uchun kimgaki Alloh taolo qalbiga namoz o'qishni muhabbatini solgan bo'lsa, bu Alloh taolaning bergan ne'mati muborak bo'lsin. Kimgaki bugungi kunda shu namoz o'qishlik muhabbati qalbiga tushib, birov ko'radimi, ko'rmaydimi, har bir holatda Xudo uchun o'rtadagi misol uchun holatni rioya qilib namozini mukammal o'qishlikka o'z vaqtida harakat qilib turgan odamlarga bu Alloh taolo ko'p yaxshi ne'mat beribdi. Chunki shu tavfiqini beribdi, shu tavfiq o'zi ne'mat. Va yaqulu lil mujrimina i'tazilul yawma, ey mujrimlar, ajranglar bugungi kunda. Ya'ni fil oxirati, oxiratda shunday deb aytadi, minas solihina, yaxshilardan ajranglar deb aytadi. Avil murad yamtazul mujrimuna ba'zuhum an ba'zin, yoki betdan murad ajraydi mujrimlar ba'zi mujrimlardan ajraydi. Nima uchun desa, jinoyat uchun tortiladigan uqubat xonaning tafovutlik bo'lganligi uchun. Kimda gunohi ko'p bo'lsa, gunohi azroq odamni o'sha bilan bir yerda uqubatlanmaydi Alloh taolo. O'sha gunohi azroqni uqubat kamroq yerda jazolaydi. O'sha jinoyati ko'p odamlarni azobi uqubati qattiq yerda ya'ni azoblaydi. Vaqtiki shunaqa bo'ladigan bo'lsa, jahannamning tabaqasini, tafovutini bilmagandan keyin Alloh taolo endi gunohkorlarga ham aytadi: "Ajranglar bir-birlaringlar." Har kim o'zining maqomiga muvofiq. Yamtazul mujrimuna ba'zuhum an ba'zin fayamtazul yahud firqatan. O'shanda johidlar o'zi bir tabaqa bo'lib hammasi ajraydi. Va nasara Hristiyan dinidagi Hazrati Isoning qavmlari bular ham o'zlari bir bo'lak bo'lib ajraydi. Val majus firqatan, o'tga sig'inadigan odamlar bular ham o'zi bir firqa bo'ladi. Va sobiun sabailar deb aytiladi. Sobiilar bular ham o'zlari bir tabaqa bo'lib ajraydi. Va abadatul avsan, butga ibodat qiladigan dunyodagi butparastlar ham o'zlari bir bo'lak bo'lib bular ham ajraydi. Ana shunda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Alam ahad ilaykum ya bani odama alla ta'budu shaytona." Shunda Alloh taolo aytadiki, men sizlarga tayinlamaganmidim, ey odam farzandi, yorug' dunyoda shaytonga ibodat qilmanglar deb aytdim-ku. Nima uchun yaratgan Parvardigorlaring men yakka yagona barcha qudratga egaman-u, sizlar men yaratgan jonsiz misol uchun narsalarni Xudo deb o'shanga amal qildilaring. Shu amal qilishliklaringda sizlar shaytonga ibodat qildilaring. Al-ma'no, uning ma'nosi alam ataqaddam ilaykum, men shu yerga qiyomat kuni bu oxiratga kelmasdan ilgari yorug' dunyoda, ya'ni aytmovdimmi sizlarga oldindan ala lisan rusuli, payg'ambarlarning tilining vositasi bilan ya bani odam, ey odam farzandlari deb shaytonga ergashmanglar, shaytonga ibodat qilmanglar deb aytmovdimmi? Vaqila al-murad bil ahdi hahuna al-misaqu.
ba'zilar Alloh taolaning mana shu o'rindagi aytgan so'zi, ya'ni misoqdagi Alloh taolani olgan bandalaridan olgan va'dasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu oyatga ham mazmun bir tafsilot berganlar. Bu hadis kitobida bu yerda ham o'sha hadisga bu yerda havola qilyapti. O'sha ishonchnomaiki olinganida, ya'ni ularni misol tepasiga dan olinganida, xina uxriju min zahri odama, odamni pushti kamaridan bularni Alloh taolo chiqargandan keyin biz avval ham aytdik, odamni Xudo taolo yaratdi. Yaratgandan keyin uni o'ng yelkasiga bir qudrat shaffati bilan bir urdi. Shunda uning pushtidan mayda zahchimalga o'xshagan juda ko'p narsa, ya'ni to'kildi. Joni bor narsa. Alloh taolo aytdi Odam alayhisalomga, mana shu misol uchun seni qiyomatgadir, ya'ni yashagan farzandlaringning ichidagi shular ahli jannatlari deb aytdi. Keyin Alloh taolo chop yelkasiga yana urdi, undan ham ko'proq mayda zahchimalga o'xshagan narsalar to'kildi. Ularni ham aytdi, bu odam sizni o'g'illaringizni, qiyomatgadir yashagan farzandlaringizni bular do'zaxga kiradirganlar edi. Shunda mana shu zahchimallarni hammasiga Alloh taolo aql berdi. Mana shu sizdan biz hozir miyamiz ishlab turgan mana shu aqlni o'shalarga berdi Alloh taolo. O'shandan keyin alastu bi robbikum dedi. Sizlarni yaratgan Parvardigorlaring men emasmanmi? deb so'raganda, o'sha aql egalari bo'lgan hamma o'sha ruhoniyat aytdi, qolu bala. Aytishdi, ori Parvardigorimizsan. Sen Xudosan, hokimi barhaqi haqiqiysan. Hukmingni birov qaytara olmaydi. Biz bandai bechoramiz. Buyruqni sen berasan, biz bajarishlikka mahkummiz. Bajaramiz deb, senga isyon qilmaymiz deb va'da berilgan edi. Ana shuni misol uchun Alloh taolo eslatyaptiki, sizlarni yaratgan vaqtimda shunaqa demadimmi sizlarga? Mana shu ishonchnomani Alloh taolo eslatyapti. Vaqila huwa ma nasabahullohu lahum min ad-dalailil aqliyati. Yo'inki bu yerda Allohning birligiga va borligiga dalolat qiladigan yer yuzida juda ko'p qudrat alomatlarini Alloh taolo yaratgan. Mana shu katta tog'larni Alloh taolo qachon yaratgan? Xo'p, undan tashqari mana bu jonivorlarning hayoti, meva daraxtlarning hayoti, shu narsalar hammasi Xudoning borligiga va birligiga va qudrati har narsaga yetadirganligiga dalolat qiladigan dalillar bor. Mana shu dalillar sizlarga Allohning birligiga, o'likni qaytadan tiriltirishga qudratini borligi, o'sha yaxshiga yaxshi jazo, yomonga yomon jazo berishlik qudratiga egaligiga dalolat qiladigan dalillar mavjud bo'lganligi jihatidan Alloh taolo shuncha aytibdiki, sizlarga alam ahad ilaykum, men sizlarga misol uchun tayinlamaganmidim. Nima deb, ya bani odam alla ta'budu shaytona, sizlar shaytonga ibodat qilmanglar deb o'shanda tayinladim-ku. Nima o'sha shartlashgan shartimizni sindirdilar. O'sha insonlar uchun Xudoning borligiga dalolat qiladigan dalillardan, aqliy dalillardan bittasi u osmonning Alloh taolaning yaratmoqligi va yerni yaratmoqligi.
va aniyabuduni alam ahad, sizlar bilan shartlashmaganmidik, sizlarga aytmaganmidim, sizlarga bitarki ibodati shaytoni, shaytonga ibodat qilmaysizlar, va bi ibodati, va meni ibodatimni qilib turib, ya'ni shaytonga ibodat qilmaysizlar. Haza sirat mustaqim, mana shu shaytonning ibodatini tark qilib meni ibodatimni qilishliklaring sizlar uchun sirat mustaqim, to'g'ri yo'l shudir. Al isharatu ila dinil islomi, haza degan gap islom diniga ishora. Mana shu islom dini mening o'sha bandalarimni jannatga to'g'ri adashtirmay, qoqintirmay olib boradigan to'g'ri yo'l va shu islom dinidir. Muhtaram ahli jamoa, bugungi nimamiz 62-oyatga kelib to'xtabmiz. Inshaalloh buni yanagi nimamizda davom ettiramiz. Mana shu Qur'onni mana qo'limizdan kelganicha shu o'zimizni vodiyni xalqi tushunsa tushungidek qilib bir ifoda etamiz deb Xudodan yordam so'rab shu narsaga kirishdik. Umidimiz shuki, shu dunyoda shu Qur'onni o'qiganmisan boshdan oyoq meni kalomimni bilasanmi desa, yo'q, ilmsiz ekanman, o'qimagan ekanman demaysan. Yo men yuborgan biron nimamni, bir ahkomimni eshitganmisan, o'zingni tushunchang tilingda desa, yo'q, bilmagan ekanman deb o'tmaylik-ku. Qo'limizdan kelganicha o'qiy olmasak ham alhamdulillah olimlar tilidan, payg'ambarning merosxo'rlaridan og'zidan eshitganman Parvardigorim, agar o'qiy olmasam ham shu olimlar bizga yetkazdirgan degan bir misol uchun nimaga ega bo'lib qolsak, shu yoshimiz 60-70 ga birsa-yu biz Allohning kalomini tanimasak, yo umrimizda buni misol uchun bir xatini misol uchun o'qiy olmasak, bu biz uchun qanchalik hijolatlik keltiradigan ish bo'lib qolmasin deb biz endi mana shu sura hammamiz o'qiydirgan eng tabarruk misol uchun sura. Shuning uchun bu narsaga kirishdik. Albatta mana shu aytilingan mav'izalarimizni mana bu yerda misol uchun bu mikrofonda yozaytirgan ukalarimiz, boshqa misol uchun birodarlarimizga ham buni qisqa qilib kundalik juma mav'izasini ya'ni tayyorlashib odamlarga tarqatishlikka xizmat qilishyapti. Hozircha xalqimiz bu kaseta tugashi bilan ikkinchi kasetani kutishib so'roqlari bo'lyapti. O'shaning uchun siz biz ham iloji bo'lsa, mana shu bola chaqalarimiz uyda shu oyatlarning mazmunidan bahramand bo'lib qolishligi uchun imkoniyatimiz bo'lsa, shu kasetalardan bitta misol uchun olib uylarimizga olib borib qo'yaylik. Bola chaqalarimiz siz men yo'qligim vaqtimizda o'zlari qo'yadilar, bir marta qo'yadi, sal tushunadi, 2 marta qo'yadi, yaxshiroq tushunadi. 3 marta, 4 marta qo'ygandan keyin bular juda yaxshi qalblariga mahkam mustahkam qilib, hatto zehni bolalarimiz bu narsani og'zaki ham bor ba'zi odamlarga aytib berishlikka layoqat paydo qiladi. O'shaning uchun umidimiz shuki, shu narsalar endi ommatan xalqimizda oilalarimizni ichiga kirib borsa, shu mav'izalar Allohning oyatlarining mazmuni o'g'il qizlarimizni yoshligidan quloqlariga borib shu kirsa, bularning istiqbolda yaxshiroq inson bo'lishligiga bu yaxshi manfaat bersa degan misol uchun umidimiz bor. Ham e'tiqodotlari tuzalsa, mana shu oxirat ishlarini mana shu eshitgandan keyin ha bu narsa bor, to'g'ri deb tasdiq qiladigan bo'lsa, Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. اللهم ربنا أوصلنا إلى جميع مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
Parvardigorim, bir vaqtlar bo'ldiki, odamlar Qur'onni uyida saqlay olmasdan kitoblarga o'rab, toshga baylab, hovuzlarning ichiga ko'mib, go'ristonlarga olib borib tashlab, yoki yerlarga ko'mib, kitoblarimiz, Qur'onlarimiz shunaqa xorliklarga uchragan edi. Mana bugun Alloh taolo qanday bizga yaxshi zamon berdiki, buni shukrini yaxshi ado qilaylik. To'g'ri Xudo taolo mana shu bergan ne'matimni qadriga yetmading. Mana yana ham bir kofirni qo'liga seni musallat qilib qo'yayin. O'sha kofir seni adovingni bersin degiday ish qilmaylik endi. Shu dinimiz erkinligicha pand nasihat bilan bir-birlarimizni shu diniy ta'limotlarimizda, diniy pand nasihat, masalai amaliyotlarimizda o'z vaqtida amal qilib borishlikka va bir-birlarimizga misol uchun mu'in madadkor bo'lib o'qishlar o'rganishlikda mana shunday zamonimizning qadriga yetib, barchamiz dinimizda mukammal inson bo'lib nuqsonga, ya'ni xatokorlikka aldanmaydigan bir holatda avlodlarimizni barkamol bo'lishligining ta'minotida bir mehnat qilaylik. Lozim bo'lgan ishni qilaylik. Undan keyin doim duo qilaylik Parvardigorimga. Ki Allah subhanahu va taolo mana shu misol uchun shu zamona bugun diniy erkinlikni bizga berib turibdi. Iloyo shu zamon bardavom etsin. Bizda ba'zi johil odamlar, ahmoq odamlar bor ichida. Shu zamonni misol uchun rahbarlarini maqtayapti deb aytadi. Yo'q. Bu zamon Xudoning zamoni bu. Rasululloh hadisi Qudsi bayon qiladi, la tasubbuz dahra, zamonni so'hmagin, ana dahru, men zamon bo'laman deb Xudo taolodan hadisi quddusiy misol uchun ko'chirilgan. Ana endi vaqtiki shu bo'lsa, zamonning yaxshi bo'lishligini biz duo qilaylik. Xudo duomizni ijobat qilsin. Zaruratimizdan ko'ra yaxshiroq va ortiqroq in'om ehsonlarini yana bundan ham ko'paytirsin. Davlatimizning rahbarlarini ham Alloh subhanahu va taolo insof va tavfiq hidoyat bilan xalqimizni misol uchun g'amxo'rligini bundan ham ko'ra ziyodaroq qiladirgan bo'lsin. Xalqimizni yaxshi duolari bilan ham dunyolari ham oxiratlari obod bo'lsin. Barchamizni Xudo Parvardigorim shu dunyoda ham dunyomizning ham oxiratimizni obod qilib, dunyoda ham pushaymon tortmasdan, oxiratda ham Xudoning azobi uqubatiga duchor bo'lmaydigan holatda umr guzaron qilishlikni Alloh hammamizga nasib ro'zaylagin. Allohumma robbana atina fid dunya hasanah va fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya